ba'zi bir bolasini boqadi, boshqa qiladi, ularga yaxshi gapirib, mana bugun juma kuni qo'lingizdan kelgancha quluplaylarni olib borib xursand qilinglar. Ularni xafa qilmanglar, ayollarga shirin gapiringlar. Shirin gapirsangiz ko'ngil uradi, oilalar buzilmasin, hayotimiz, turmushimiz obod bo'lsin. Mana kecha prezidentimiz zo'r gap aytdilar. Hammanglar juda zo'r gap. Bizga nima kerak o'zbek xalqiga? 3 marta aytdilar. Tinchlik kerak, tinchlik kerak, tinchlik kerak dedilar. To'g'rimi? Tinchlik bo'lsa, salomatlik bo'lsa, hammasi bo'ladi inshaalloh. Qanday, masalan, o'zingizlar o'ylanglar. Xotiningiz bilan urushib ko'chaga chiqsangiz, yuragingiz siqilaveradi, ming osh yesangiz ham yoqmaydi. G'alati bo'lib turasiz, to'g'rimi? U sizni yaxshi kuzatib yorsa, bir yaxshi bir qarasa, kiyimlaringizga bir dazmol qilib chiqarib yorsa, shunday tog'da yurasiz. Bu o'zingizga bog'liq. Ana kun aytib berdim-ku. So'k ko'raman xotinimni olib kelib bering qoraga deydi. Bo'pti, olib kelib beraman, yaxshi yigitsiz siz dedim bozorda.